O'zbekiston bo'ylab eng ko'p filiallarga ega bo'lgan Dilmuz ayollar kiyim do'konini bugun Jizzaxdagi filial ochilishdamiz. Jizzaxliklar uchun o'zim sizlarga obzor qilib beraman. Do'konimizda juda ham katta assortimentga ega kiyimlar joylashgan. Bu yoq tarafimizni ko'rsataman. Kvadraturasi do'konimizdan juda katta. Ko'p filiallarimizga qaraganda ancha katta filiallarimizdan bittasi. Bu yoqqa yuramiz. Hali klientlarimiz juda ham ko'p. Ochilish soati hali bo'lmadi. Ro'molli, ro'molsiz qizlarimiz uchun uy jihozlari xohlasanglar, ro'mol отделimiz, shimlarimiz, rubashkalarimiz, bazaviy nima kiyim bo'lsa, Toshkentga kelmagan yangi tovarlarni aynan bugun ochilishimiz bo'layotgan Jizzax filialimizga olib kelib qo'ydik. Bu yoq tarafda ham do'konimizni ko'rsanglar bo'ladi. Kvadraturasi Toshkent filiallarimizdan ham juda ham katta. Butun Jizzaxliklarni o'z bag'riga sig'dira oladi. Bemalol ertalab 9 dan kechki 23:00 gacha do'konimizga tashrif buyurib, o'zingizga mos bo'lgan look obrazlarni xarid qilib olsanglar bo'ladi. Barchani Jizzax filialimizda kutib qolamiz.